Bugun Ferti Center Turk Eko klinikasida eko amaliyoti qanday bajarilishini birgalikda ko'ramiz. Bu bizning operatsion xonamiz. Keling, men sizni tanishtiraman. Men sizga birinchi o'rinda UZD apparatimizni tanishtiraman. Bizning asosan ishimiz UZD apparati bilan bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha sanoqli klinikalarda bor, Amerikadan keltirilgan. Shusiz bizning ishimiz bitmaydi. Bu yerda reproduktologlarimiz amaliyotni shu yerda o'tkazishadi. Patsientlarimiz uchun hamma qulayliklar bor. Yana bizda birinchi o'rinda upu jarayonida kerakli bo'ladigan apparatimiz aspirator. Aspirator bilan biz follikularni terish jarayonida bizga juda kerak bo'ladi. Shaxsan men o'zim yaxshi ko'raman bu apparatni, juda ham zo'r. Bu bo'lmasa ishimiz bitmaydi, lekin hamma bemorlarimizga operatsiyonda hamma qulayliklarimiz juda ham yaxshi bizda. Ferti Centerda asosiy reproduktolog Figen Sungar O'zbekistonda qancha vaqtdan beri eko amaliyotini bajarib kelmoqda? Figen hojam 5-6 yildan beri eko amaliyotini bajarib keladilar, lekin 30 yillik mutaxassislar shu ish bo'yicha 30 yildan beri shug'ullanib keladilar. Men sizni laboratoriyaga kuzataman. Yuring. Embrion laboratoriyamiz bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Embrion laboratoriyamiz maxsus jihozlar bilan jihozlangan. 2 ta laminarniy boks, X stansiyamiz, embrionlarni maxsus haroratda, sharoitda, gaz bosimida o'lchab turadigan inkubatorlarimiz, termostatlarimizdan iborat va eng asosiysi embrion laboratoriyani havosini tozalab turadigan uskunamiz ham bor. Xonani tozaligini maromida ushlab turadigan uskunamiz. Shu jihozlardan iborat. Embriologiyamizning yana bitta qismi andrologiya xonamiz. Andrologiya bo'limimiz erkaklarda reproduktiv salomatligi va spermogrammalarini tahlillarini o'tkazish uchun maxsus jihozlar bilan jihozlangan. Bu mikroskop va makler uskunasidan iborat. Shu uskunalar orqali erkaklardagi 70% tahlillar amalga oshiriladi va embriologiyamizning yana asosiy qismi juftliklarimizni biomateriallari saqlanadigan xona. Xona maxsus tanklardan iborat. Nimaga отдельно tank? Birinchi tankimizda, A tankimizda faqat juftliklarimizning biomateriallari, ya'ni embrionlar saqlanadi. Bitta tankimizda faqat ayollar A sitlari, tuxum hujayralari saqlanadi. Bitta tankimizda erkaklar urug' hujayralari muzlatilgan holatda saqlanadi. Oxirgi tankimiz infeksionniy kasali bo'lgan